Assalomu alaykum, qadrli o'rtoqlar. Bugungi ishxonamizda trekker mashinamiz metan uстановkaga bo'ldi. Xudo xohlasa idealni qilib. Bu yoqda Next mashinamizga propan uстановka olib qo'yganmiz. Propan uстановkani ham yaxshilab e'tiborli bo'lib uстановka qilish kerak. Zaprashniimiz Ateker original Euro zaprashni. Metan bir hafta o'tgandan keyin gaz qaytarib chiqarib yubormaydi. Originali. Matizimizga 65 talik metan yechib 35 talik zapaskasini joyiga propan joylab beryapmiz. Akamiz propanda bir yurib ko'rayotgani uchun Spark mashinamiz 65 talik yangi uстановka Kia Sonet. Bu yoqda Malibu mashinamiz 65 talik silindrli propan. Malibu XL mashinamiz oldiga model 3 31 skarasli farsonka Nordic reduktor. Sparkimiz 3-pokoleniya Kia Sonetga full zapchastlar ko'rsatib o'tamiz. Propanimiz full Philips farsonkasi Nordic italyanskiy reduktor Yevropa gaz miyalari bilan uстановka qilib beryapmiz. Bu yoqda Malibu'miz ham qo'yilyapti. Jarayon sifati idealni qilib 10X mashinamizga ham qolgan original zapchastlar bilan uстановka va 32 4 miya Ateker reduktor real italyanskiy farsonkalar bilan uстановka qilyapmiz.